Assalomu alaykum. Sizlar bilan navbatdagi Sigi 53 darsida qo'shilganimdan xursandman. O'tgan safar grafik turlarini o'tdik. Bugun endi grafik mazmunini tushuntirishni o'rganib chiqamiz. Ya'ni mavzuyimiz grep neon solmyo hagi. Ikkita qismdan iborat. Birinchi hamda ikkita jadvalni ko'rib o'rganib chiqamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aylana, ya'ni dumaloq grafik hamda gorizontal yoki vertikal grafik turi kelsa nima qilish kerak? Ko'rib turganingizdek, bizda hozir ekranda ikkita grafik turi ko'rsatilgan. Shularni ketma-ketlikda tahlil qilamiz. Birinchi grafikimiz mavzusini ko'radigan bo'lsak, ya'ni 30 yoshdan oshgan odamlar orzu qiladigan, ya'ni qulayliklarni ko'rib chiqarganmiz. Eng ko'pi 40% ekan. Kongyonjang, Munhua Sento ekan. Har xil tomosha zallari, madaniy markazlar ekan. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda Pyongyang Yakkuk. Pyongyang ya'ni больница yoki shifoxona, apteka ekan. Uchinchi o'rinda Kongwon, ya'ni park. Va oxiri kita va boshqa anaqalarni o'ylashar ekan 10%. Ya'ni ketma-ketlikda ko'radigan bo'lsak, mana Kongyang Jamunhua Center eng ko'pi bilan 40%, keyin Pyongyang Yakkuk 28%, 22% hamda 10% eng oxiri. 4 ta qismdan iborat. Bu 4 ta qismni qanaqa tushuntirish kerak, qanaqa tushuntirish kerak emas, shuni birgalikda ko'ramiz hozir. Pastga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Iroqga sijimasayo qismi bor, ya'ni bunaqa yozishimiz kerak emas. Misol uchun qanaqa? Ya'ni birinchi yozamiz. Samshiptega wonhanin pyoni shisol virgul kongyongjang yana virgul Munhua Sento, ya'ni 40% virgul, ya'ni virgul bilan qo'yib keta olmaymiz. Ya'ni mana yozilgan Monjangiro Siji Anko Pyongyangman Nayoretta. Bu yerda nima deyaptiki, mazmuni keltirilgan ketma-ketlikda yoza olmaysizda. Gaplarni ketma-ketlikda yoza olmaysiz. Ya'ni virgul qo'yib yoza olmaysiz. Bu xato hisoblanadi. Ikkinchisida qanaqa bo'lyapti? Ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta anaqa yozilyapti, virgul, ikkinchi anaqa yozilyapti, virgul, uchinchisi yozilyapti, virgul, nuqta qilib ketyapti. Bu yerda nima deyapti? Sunso pyoni opko munjangil so'ril modu idaro sotda. Bu yerda gap nima haqida gap ketyapti? Ya'ni tartib bo'yicha yozilmagan, ketma-ketlik bo'yicha yozilmagan, shu haqida aytilyapti. Barcha jumlalar ida bilan tugayapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ida bilan yakunlash mumkin emas. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ida bu xato hisoblanadi. Uchinchisida bizda ko'rayotgan bo'lsak, mavzu berilgan. Foiz ko'rsatkichlari umuman berilmagan ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda shu gap aytilyaptiki, yonida ya'ni gap bor, lekin foizlar yo'q, ketma-ketlik yo'q bu yerda ham. Ya'ni shu narsa ko'rsatilgan bu yerda ham. Ya'ni ketma-ketlik bo'lgani bilan foiz ko'rsatkichlari ko'rsatilishi kerak. Ya'ni tepada nima bo'lsa shu yozilishi kerak. Keyingisida o'zi ko'rayotgan bo'lsak, 4-inchisi ancha kattalashdi. Ya'ni 30 yoshdan oshgan odamlar aytayapti, istagan qulayliklar tomosha zallari, madaniyatlar markazi birinchi o'rinni egalladi deyapti. Ularga bog'lanib orqasidan apteka, kasalxonalar, ikkinchi parklar 3-o'rinni egalladi deyapti. Bu yerda tartib bilan yozilgan, lekin prosent yo'q. Shuning uchun bu ham xato hisoblanadi. Endi o'zi aslida qanaqa yozilishi kerak? Oxiri yaqinroq, lekin prosent ko'rsatilmagan. Iroqga sisayo, ya'ni bunda yozishimiz kerak, ko'rsatilgan. Ya'ni Chosokyolga salpopomyon, sashib tega wonanin pyoni shisorin monjo kongyonjang. Ya'ni tadqiqot natijasiga ko'ra, 30 yoshlilar xohlagan qulayliklar birinchidan aytayapti, Kongyonjang Munhua Sentoga 40% bilan eng katta anaqani egalladi. Bog'lanib, uni orqasidan Pyongyang bilan Yakkuk 28% bilan ikkinchi o'rinda ko'p deyapti. Tamro va oxiri, ya'ni Kongwon 22% bilan Chajihetta bilan yakunlab ketyapmiz ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin oxirgi
anaqa yozilmadi ko'rayotgan bo'lsanglar. Kitalar o'zi yozilmaydi, bilib olinglar. O'sha kita oxirgi qo'shimchalar va boshqalar yozilmaydi. Tushuntirayotgan paytda mana bu yerda ham yo'q ko'rayotgan bo'lsanglar. Kita hangmogun serak kaning deyapti. Se qaranglar bu yerda sengryak deb yozilgan, lekin sengnyak deb o'qiladi. Kaning bu yerda va boshqa elementlarini qoldirish mumkin. Ya'ni tashlab ketsangiz bo'ladi deyapti. Shunaqa. Shu asosida to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana tadqiqot natijasiga ko'ra 30 yoshda xohlagan odamlar birinchi bo'lib shu, ikkinchi bo'lib shu, uchinchi va nihoyat bu deb yakunlab beryapmiz. Xuddi shu asosida grafik tushuntirib bera olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi grafikda Grepe Neon Solmagi, ya'ni ikkinchi bu ko'rayotgan bo'lsanglar chiziqli grafik hisoblanadi. Agar shunaqa chiziqli grafik tushadigan bo'lsa, buni qanaqa tushuntirish kerak? Birinchi bo'lib yozish mumkin bo'lmagan qismlari, misol uchun mana bu yerda qanaqa? Bu yerda xuddi shu o'sha vergul bilan yozib berilyapti, faqat sonlarni o'zi faqat sonli yozilyapti, boshqa hech nima yo'q. Bu xato. Ikkinchisida ko'rayotgan bo'lsak, mavzusi bor, kirish qismi soni va nechta anaqagacha oshgan. Keyin bu yerda ida bilan yakunlanyapti yana. Ya'ni bu bilan ham yozib bo'lmaydi. Ya'ni boyagini xuddi o'zi. Bu yerda faqat ma'lumotlarimiz kengaytirilgan, har bitta anaqani bittalab to'ldirib chiqyapti. Eng oxirgi anaqamiz bu eng to'g'ri variant hisoblanadi. Chet ellik sayyohlar soni 2015-yilda, ya'ni aytayaptiki 6.68.000 kishidan 2006-yilda 8.115 millionga ko'tarildi. 2017-yilda esa 675 millionga kamaydi, biroq 2018-yilda yana 7.222 millionga yana oshgan. Shu haqida to'liqroq, lekin bu ham anaqa kam. Nima yo'q? Bu yerda prosent, ya'ni foiz yo'q. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zgalar tushuntirilgan elementlar o'rta darajadagi shunaqalar o'sgan kamaygan ifodalay olmaydi, kamlik qiladi bu. Bu yerda foiz deganim bilan ham mayli, foiz kerak emas bu yerda, lekin aslida o'zi qanaqa yozilishi kerak? E'tibor qaratamiz. Bu yerda yana cho'sak yo'lgo'ye salpomyon, ya'ni tadqiqot natijasiga ko'ra, ya'ni so'rovga ko'ra, Vegugun Quangdek sunin yilda 2015-yilda shuncha foizdan 2016-yilga shuncha foizga ko'tarildi. Kegaychinga ya'ni baland ko'tarish bo'lgan. Lekin korona afsuski bundan keyin nima bo'lgan? Tushish bo'lgan. 2017-yilda shuncha foizga tushayotib, 2018-yilda yana ko'tarilganligi haqida ma'lumot berilyapti. Ya'ni xuddi shu narsani ochib beryapmiz, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ko'tarildi, tushdi va yana ko'tarilganini chiroyli qilib yillar orasida tushuntirib beryapmiz. Xuddi shu asosida tushuntirib bersak, biz eng to'g'ri qaror hisoblanadi kirish qismini. Bu boshlang'ich kirish va shu grafikni tushuntirib berish hisoblanadi. Bilamizki, bizda 3 ta qism bor. Birinchi kirish, grafik va uchinchisida buning sabab xulosalarini yozib to'ldirib berishimiz kerak bo'ladi. Bu hozirga eng ma'qulimiz hisoblanadi. Keyingi video darsda biz Chingan Pyohyon qismini o'rganib chiqamiz. Chingan bu bilamizki, ko'tarilish va tushishda ishlatiladigan kompleks so'zlar, nimalarni yodlashimiz kerak, qanaqa shablonlar bor, shularni yodlashimiz kerak, o'rganib chiqamiz. Bu endi keyingi darsga qoladi. Bugun siz bilan biz grafik, ya'ni chiziqli grafik yoki dumaloq, vertikal, gorizontal grafiklarni qanaqa qisqacha tushuntirsak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ikkita qatordan iborat bo'lyapti. Bularni yana ochib, o'rganib chiqishinglarni so'rab qolaman. 101-100 betlarga to'g'ri kelar ekan, sizga Modern Code kitobi bo'yicha yozib daftaringizga zametka qo'yinglar. Ya'ni biz ham aynan shu uslubda bundan buyog'iga siglarimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Keyingi darsimiz aytib o'tganimizdek, o'sish va tushishga oid so'zlar teoremalarni o'rganamiz. Bugungi darsimiz shu yerda yakunlanadi. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga rahmat.